ichki kiyim tikish uchun qo'llaniladigan materiallarning dunyosi juda ham keng. Ular bir-biridan qalinligi yoki yupqaligi yoki cho'ziluvchanligi yoki harirligi yoki bo'lmasam gullik ekanligi yoki og'irligi va yengilligi bilan bir-biridan ajralib turadi. Ichki kiyim deganda biz har xil kiyimlarni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Masalan, maykalar, bodi, penyuarlar, byuzgalter yoki bo'lmasam trusi va yana boshqa ichki kiyimlarni biz tasavvur qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biz aynan ushbu mini kursimizda tikiladigan bralet va slip trusilari uchun kerak bo'ladigan va qo'llaniladigan matolar haqida gaplashamiz. Hozir sizlarni ekraningizda ko'rinib turgan matolar, bular mana bu har xil cho'ziladigan krujavalar, ya'ni gipyurlar. Mana bu yerda menda HB, kulirka, trikotaj. Mana bu tomonda esa har xil ko'rinishdagi cho'ziluvchan va cho'zilmaydigan setkalar hamda mana bu sintetikasi ko'p bo'lgan trikotaj. Va mana bu joyda kichkina abrazivlarim. Hozir sizlar bilan mana shu narsani ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Mana bu trikotajni biz kulirka deb ataymiz. Kulirka deganda biz nimani tushunamiz deydigan bo'lsanglar, tarkibida tabiiy paxta nisbatan ko'proq. O'zi aslida trikotaj matolarining hammasi ham tabiiy mato hisoblanmaydi. Ya'ni sintetik tolasi bor, poliamid, poliester, viskoza, mana shunga o'xshagan turlari juda ham ko'p. Hozir kelinglar birinchi mana shu kulirkadan boshlaymiz. Kulirka trikotaj deganda biz tarkibida tabiiy tolasi ko'proq bo'lgan matoni tushunamiz. O'zi aslida trikotajlar mato hisoblanmaydi, chunki ular haqiqiy mato singari to'qilmaydi. Shuning uchun trikotaj deb ataymiz. Lekin har bitta trikotajning ichida albatta elastik bo'ladi. Aynan ichki kiyimlar uchun ishlatiladigan trikotajlarni tarkibida cho'ziluvchanlik bo'lishi kerak, ya'ni elastik bo'lishi kerak. Hozir masalan mana bu ko'rinishdagi kulirkani agar ushlab ko'radigan bo'lsak, nisbatan yupqa va juda ham yengil, lekin paxtasi ko'proq bunga nisbatan. Mana tabiiyroq, lekin cho'ziluvchan. Mana bu kulirkani biz asosan trusi va byuzgalterni ichki tomoniga ishlatamiz. Ya'ni trusini lastovitsasiga ishlatamiz ichki tomoniga hamda byuzgalterni chashkasini ichki tomoniga ishlatishimiz mumkin. Sintetikadan himoya qilgan holatida. Mana shu paytda biz ishlatamiz. Lekin bundan ham bemalol topiklar yoki trusilar tikishimiz mumkin. Bemalol, nimaga endi yo'q, faqat bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu juda ham mayin va yumshoq bo'lgani uchun tanaga juda ham yoqimli, lekin chidamliligi juda ham kam. Trusi tikishimiz mumkin, ammo yuqori qismimizga, ya'ni tikmoqchi bo'lgan bralet yoki topik tikishimiz mumkin foydalanib, bu ko'krakni unchalik yaxshi ushlolmaydi. Hattoki umuman formasini ushlolmaydi desak ham bo'ladi, chunki juda ham yumshoq. Lekin tiksak bo'ladi. Faqat bilishimiz kerak bo'ladigan narsa formani unchalik ushlolmaydi hamda uzoqqa yetib bormaydi. Juda ham kam vaqt kiyishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi. Mana bu matoyimiz ham HB kulirka deb ataymiz, yoki bu matoni hamma trikotaj deyishi ham mumkin, balki umuman kulirka demasligi ham mumkin. Oddiygina trikotaj deyishimiz ham mumkin. Faqat sotib olayotgan vaqtda mana shu narsalarga e'tibor bering. Siz kulirka deb qidirgan bo'lishingiz mumkin, lekin ular boshqa nom bilan chiqqan bo'lishi ham mumkin. Endi haqiqiy nomini siz mato uchun beriladigan dokumentidagina topishingiz mumkin bo'ladi. Mana. Demak bunda ham, demak bu trikotajda ham nisbatan paxtasi ko'proq. Nisbatan ko'proq. Bunga nisbatan lekin kamroq. Ko'proq sintetikasi bor. Lekin buning og'irligi bunikidan og'irroq. Ya'ni
metr kvadrat matoga nisbatan bu 200 gramm yoki 195 grammdan oshishi mumkin. Buni biz ushlab ham bilishimiz mumkin yoki cho'zib bilishimiz mumkin, o'zi ko'rinib turibdi. Va bunda ham o'zini mana izlari bo'ladi. Mana bo'yiga yoki eniga izlari bo'lishi mumkin va usti tomoni orqa tomonidan ajralib turishi ham mumkin yoki bo'lmasam ba'zi bir paytlarda bir xil bo'lishi ham mumkin. Mana kulirkani ko'proq HB aralashganini biz nimadan bilamiz deydigan bo'lsanglar, mana bu chetlari qayrilib qoladi. Mana bunda ham xuddi shunaqa, mana ko'rib turibsizlar, mana chetlari qayrilgan. Ko'pincha shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana endi keyingisi esa mana bu sifat tegisi bo'lib, buni bitta ushlab ko'rganingizda juda ham mayin, xuddi HBga o'xshab ketadi tarkibi, lekin biz buni HBsi bormi yoki yo'qmi umuman bilmasligimiz ham mumkin. Buni biz so'rab surishtirib bilishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam yaxshilab ushlab ko'rishimiz ham mumkin. Mana bu bir qarashda HB trikotajga o'xshab ketadi, lekin umuman HB bo'lmagan, bo'lsa ham ozgina qanaqadir miqdorda bo'lgan, lekin ko'proq sintetikadan foydalanilgan. Mana shu narsani ko'rib bilamiz, lekin haqiqiy sintetika silliqdan ko'ra bu tanaga yoqimliroq bo'ladi. Va buni ko'pincha mikrofibra deb ham atashlari mumkin, lekin mikrofibra bilan adashtirmaymiz. Nimaga mikrofibra deb aytyapman? Chunki ushlaganingizda ozgina vorsti bor, shunga o'xshagan narsa, lekin juda ham mayin. Mana shu matolardan biz bemalol tikmoqchi bo'lgan komplektimizni tikishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol. Faqat tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, bu unchalik ko'p vaqt kiymasligimiz mumkin va yuqori qismimizni, ya'ni ko'kragimizni biz xohlagandagi formada ushlamasligi mumkin. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Ichiga qandaydir qo'shimchalar, qattiqroq setkalar qo'yib ishlashimiz mumkin, unda ushlashi mumkin, lekin baribir ichki kiyimda har bitta detalni o'zini ishlov beriladigan joylari bo'ladi. Shunga nisbatan bu narsalarni shunga qarab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Kulirka HB deganda biz mana bu matolarni ham tushunishimiz mumkin bo'ladi. Chunki ishlab chiqaruvchilar har xil, nomlar har xil. Albatta biz buni surishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan, mana bu ham tarkibida HB ko'proq. Bunda ham xuddi shunaqa, lekin biz bularni ko'pincha mana buni trusi uchun emas, biz maykalar uchun ishlatishimiz mumkin yoki body ishlatishimiz mumkin. Ko'pincha biz mana bu kulirkalardan trusi va mayichkalar yoki bo'lmasam har xil bodylar qilishimiz mumkin. Faqat bilishimiz kerak bo'lgan narsa, yana qaytaraman, ko'krakni formasini umuman ushlamaydi. Mana shu narsalarni tushunib olsak bo'ldi. Endi keyingi material haqida gaplashamiz. Ichki kiyimlarni tikishda biz setkalardan foydalanamiz. Setkalar har xil bo'ladi. Cho'ziluvchan, cho'zilmaydigan, yupqa yoki yana boshqacha setkalar bo'lishi mumkin. Faqat bir narsani sizlardan so'ragan bo'lardim. Ko'ylaklar uchun tikiladigan setkalarni iloji boricha ichki kiyimlar uchun tikilishi kerak bo'lgan setkalar bilan iloji boricha almashtirmang. To'g'ri, ular bir-biriga o'xshash, tikishimiz mumkin, lekin iloji boricha o'zini setkasini kiyimni o'zini assortimentiga ishlatganimiz ma'qulroq. Mana bu qo'limdagi setkam korsetni setka deb ataladi. Bularni ham har xillari bor. Hozir mana qo'limdagi eng mayini. Bu setkadan ko'proq ichki kiyimlar tikishda foydalanamiz. Nima uchun? Chunki bu setkamiz mayin, lekin cho'zilmaydi. Mana hozir ko'rishinglar mumkin. Mana bu menda mana bu eni, mana eni. To'g'ri oladigan bo'lsam, mana bu eni, mana. Agar yana ham yaqinroqdan cho'zadigan bo'lsam, umuman mana cho'zilmaydi. Va mana bu menda mana bo'yi. Umuman cho'zilayotgani yo'q. Setka. Mana bu cho'zilmayapti. Ko'pincha biz bu setkadan byustgальterni oldi poyasida ishlatamiz. Mana cho'zilmaslikni oldini oladi. Endi biz tikmoqchi bo'lgan braletda bu setka umuman muhim emas. Agar braletni siz chashqali qilmoqchi bo'lsangiz, unda marhamat foydalanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam chashqasiz qilganingizda ham foydalansangiz bo'ladi. Faqat buni tushunib olsangiz bo'ldi. Yana bichish jarayonlarida hali biz bunga qaytamiz. Endi esa mana bu setka bilan tanishamiz. Bu setka cho'ziluvchan setka. Mana
aynan ichki kiyimlar uchun judayam qo'l keladigan setka turi hisoblanadi va ko'rib turgan bo'lsanglar, mana nisbatan qalinroq, mana mustahkam. Buni ham bo'yi bor, eni bor va bu setka bo'yiga va eniga boshqacha cho'zilishi ham mumkin. Mana bu hozir menda eni, mana ko'rishinglar mumkin, mana. Bu eni, mana bu esa hozir men cho'zaman, mana bu bo'yi. Bo'yiga yumshoqroq, ko'proq cho'zilyapti, lekin eniga kamroq. Ko'pincha trikotajlar har xil cho'ziluvchan bo'ladi. Bo'yiga va eniga bir xil bo'lishi ham mumkin yoki aksincha, ikkalasi ikki xil bo'lishi mumkin. Mana shu setkani ikki xil cho'ziluvchanligi bizaga byustgальterda formani yaxshi olishga yordam beradi. Ayniqsa biz tikmoqchi bo'lgan braletda mana bu setkani tortilmagan tomoni bizaga qo'l keladi. Agar trikotajimiz yumshoqroq bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu setka bilan uni mustahkamlashimiz mumkin bo'ladi. Bemalol. Buni ham ranglari juda ham ko'p, yupqalari ham bo'lishi mumkin, lekin aynan kiyimlar uchun ishlatiladigan yumshoq formani umuman ushlamaydigan setkalar ichki kiyimlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Endi esa mana bu sintetika trikotaj bilan tanishamiz. Bu trikotajni hozirda biflex deb atashadi. Ya'ni hozirda bu biflex matosi juda ham ko'p. Aynan sport uslubidagi braletlar yoki bo'lmasam umuman kosechkasiz tikilayotgan ichki kiyimlarimizda biz bularni hozir juda ham ko'pini uchratib kelmoqdamiz. Asosan mana shunday matolardan hozir tikilib kelinmoqda va bu matolarni biz bemalol topishimiz mumkin bo'ladi. Bularni ham eniga va bo'yiga cho'ziluvchanligi har xil bo'lishi mumkin. Bundan ham yupqalog'i bo'lishi mumkin yoki bundanda qalin pishiqlari bo'lishi mumkin. Marhamat, siz o'zingizga qanday qalinlikdasini tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta olayotgan vaqtingizda tekshirib ko'ring. Grammajini so'rang sotuvchidan, masalan, 1 kvadrat metrda necha og'irlik bo'ladi? 190, 200, 200 dan kattami? Demak, u qalinroq bo'lishi mumkin yoki 180 dan past bo'ldimi? Demak, u yengilroq bo'lishi mumkin yoki usti har xil matoviy bo'lishi mumkin yoki yaltiroq bo'lishi mumkin yoki gulli printlari bo'lishi mumkin. Har xil ko'rinishlari mumkin. Bu endi sizni o'zingizni dizayningizga havola bo'ladi. Lekin eng asosiysi biz mana bu asosni, ya'ni bizani tikmoqchi bo'lgan kiyimimiz komplekti asosi trikotajdan bo'ladi. Keyin unga biz qo'shimcha matolar bilan ishlov berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana bu asosini yaxshilab tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir menda qo'limdagi trikotaj sintetika biflex matosi. Mana shu biflex matosini hozir mana bu eni, mana bu bo'yi mana. Agar e'tibor berib cho'zadigan bo'lsam, menda mana bu eni sal qattiqroq, mana bu bo'yi sal yumshoqroq, lekin bir-biriga yaqin desa ham bo'ladi. Mana bu turini ham ko'ramiz. Mana bu turi bundan ko'ra sal mustahkamroq. Ya'ni bularni qalinligi har xil bo'ladi. Eni ham har xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha eni 1,5 metrdan to'g'ri keladi. Mana. Bularni ham ko'rib olamiz, tekshirib olamiz, ushlaymiz. Bu sintetika trikotajimiz kulirka, ya'ni HB trikotajga nisbatan chidamliroq bo'ladi. Lekin shunga yarasha havo o'tkazmasligi tabiiy. Demak, biz yupqa yoki qalin yoki yana ham pishiq tarkibiga qarab sotib olishimiz kerak bo'ladi yoki tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha biz ichki kiyimimizni mana bunday elastik krujvalar bilan bezaymiz. To'g'ri, bu krujvalar hammasi ham bu krujvalarimizni hammasi ham elastik bo'lmasligi mumkin. Umuman cho'zilmaydigan setka ko'rinishidagilar ham bor. Lekin aynan biz bu darsligimizda o'rgatadigan ichki kiyimimizga aynan mana shunday krujvalarimiz to'g'ri keladi. Sotib olayotgan vaqtimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Mana bu krujvalarimiz ham har xil cho'ziladi. Mana bu agar eni deb oladigan bo'lsak, masalan, eniga cho'zilishi kamroq, lekin bo'yiga cho'zilishi ko'proq, yumshoqroq. Demak, bichuvda mana shu narsaga ahamiyat beramiz.
Albatta, bu krujvalarni ham qalinlari bo'ladi, yupqalari bo'ladi. Mana bu oradagi inlari, ya'ni teshikchalari katta bo'ladi, kichkina bo'ladi, mayda bo'ladi, zich bo'ladi yoki bo'lmasam qalinroq bo'ladi yoki mana bu gulchalari bo'rtib chiqqan bo'ladi. Mana shu narsaga ham e'tibor beramiz. Mana masalan, mana buni oladigan bo'lsak, mana bu bunga nisbatan sal kamroq cho'ziladi mana. Lekin bu yog'iga ko'p. Mana har xil. Mana buni ham ko'radigan bo'lsak, mana bu yog'iga kamroq, bunisiga ko'proq. Mana demak, krujvani tanlar ekanmiz, cho'ziluvchanligiga e'tibor beramiz hamda mana bu ignaga e'tibor beramiz. Iloji boricha, agar siz tikmoqchi bo'lgan komplektingizni krujvasini ko'proq hamma joyini krujvali qilaman deydigan bo'lsangiz, iloji boricha mana shu, ya'ni menda bu 17-18 santimetrlik krujva, mana bundan kam bo'lmasligiga e'tibor bering. Aks holda buni ulashingizga yoki bo'lmasam har xil setkalar qo'yib ideya qilishingizga to'g'ri keladi. Bu ham zo'r, chiroyli ko'rsatadi, faqat ishingizni yana ham ko'paytiradi. Shuning uchun sotib olayotgan vaqtingizda mana buni eni 17-18 santimetrdan kam bo'lmasin. Uzog'i bilan 15 santimetr kam bo'lishi mumkin. Va undan ham kattalari bor yoki metrajnilari ham bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Va sotib olayotgan vaqtingizda mana bunday gulchalariga, ya'ni fistonlariga e'tibor beramiz. Chunki bunda fistonlar har doim ham bir xil takrorlanavermaydi. Ko'pincha bir-biriga umuman mos bo'lmaydi. Bu albatta matoni ko'proq sarf bo'lishiga olib keladi.